Assalomu alaykum. Fasatni keshqozlari. Mana navbatdagi obyektimiz xudo xolasa Namangan shahrida bo'ldi. Mana 3D ko'rinishdagi maloshning toshlarimiz. Mana sho'plari mokri svetdagisi. Mana sokullari ham juda yaltirab. Mana sokullarga ham lak sepilgan. Juda chiroyli chiqdi buni. Mana sokullar ustiga tunika fon ketadi. Tunika fon bilan sokullar ustiga. Mana obyektimiz 100 kvadrat. Xudo xolasa. Mana ko'rib o'tsalang bo'ladi. Juda chiroyli chiqdi. Mana chetlariga mana tunika fon bilan shunday bekiladi. Chetlari. Mana ichiga stiglavata qo'yib yubordi, devorni ichiga. Uy egasi stiglavata qo'ydirib yubordi ustalarimizga. Mana bu ikki mashina to'shda to'qiladi. Uyimiz sinchli uy bo'lsa kerak mana. Juda qiyshiq uyimiz. Mana tunika fon bekiladi mana. Mana tunika tayyor. Tunika shunday bekiladi. Bo'ldi. Lastik yaptı ustalarımız. Bu plikir taşlarımızda har xil turlari bor. O'zbekiston bo'yicha kelishgan holda jo'natib beramiz. Pastda nomer qoldiramiz, aloqa chiqarishlar. Bu bizning ishga qiziqqan aka-ukalarga qoliplarni ham ishlab chiqaramiz. Bizning manzil Farg'ona viloyati Bag'dod tumani. Kelib turgan ketishlaringiz mumkin.